Demak, 51-savolda aytyaptiki, massasi 4 kilogramm bo'lgan jism havoda 8,5 metr taqsim sekund tezlanish bilan uchmoqda. Havoning qarshilik kuchini toping. Ya'ni jism bu tomonga qarab harakatlansa, unga teskari tarafga F qarshilik kuchi ta'sir qiladi. Pastki tomonga mg bo'lsa, tepa tomonga qarshilik kuchi nima bo'ladi? Ma. Xo'p, ana endi F qarshilik kuchini pastga tushayotgan bo'lsa, demak bundan ayriladi ma. Pastga tushgan hisobi agar tepaga chiqayotgan bo'lsa edi, mg plus ma qo'shilar edi. Pastga tushayotgan hisoblab chiqadigan bo'lsam, 4 ko'paytirish F qarshilik kuchi. Xo'p, 10 minus 8/5. Buni hisobga qiladigan bo'lsam, 6 degan javob bo'lar ekan. Demak, 51 ga to'g'ri javob E variant. 52-savol. Massasi 0,8 kilogramm bo'lgan jism shuncha tezlanish bilan vertikal tushayotgan bo'lsa, havoning o'rtacha qarshilik kuchini toping. F qarshilik kuchi mg minus ma bu yerda yoki mg minus a bilan hisoblanadi. Demak, bu yerda ham 0,8 ko'paytirilgan 10 minus 9,2. 0,8 ayirib borsak 0,8 bo'ladi. 0,8 ni 0,8 ga ko'paytirsam 0,64 degan javob bo'lar ekan. Demak, 52 ga to'g'ri javob B variant. 53-savol. Yerga tik tushayotgan jismning tezlanishi 0,8 g ga teng ekan. Jismga ta'sir etayotgan qarshilik kuchining og'irlik kuchiga nisbati qanday deyapti? Xo'p. F barobar, ya'ni F qarshilik kuchi pastga tushayotgan hisobda mg minus ma bo'ladi. Ana endi shuni aytyaptiki, F og'irlik kuchi, ya'ni P ga nisbati. P degani mg bu yerda. Hammasini mg ga bo'lib chiqamiz endi. Buni ham mg ga bo'lamiz. Nima hosil bo'ladi? Bu 53-savol edi. Xo'p, F qarshilikda, demak, P ga nisbati 1 minus m ni qisqarib ketsa a taqsim j qolar ekan. Demak, 1 minus a necha degan? 0,8 j taqsim j degan. Xo'p, bo'lib yuboradigan bo'lsam 0,2 degan javob qolar ekan menda. To'g'ri javob 53 ga A variant. 54-savol. Bir bo'lak yog'och 25 metr balandlikdan 2,5 sekund davomida boshlang'ich tezliksiz tushdi. Havoning o'rtacha qarshilik kuchi og'irlik kuchining qanday qismini tashkil etadi deyapti. Xo'p, ana endi h balandlikda u qanaqadir ax tezlanish bilan ax t kvadrat taqsim 2 vaqtda tushgan. Shu yerdan ax ni topishim uchun 2ht bo'laman nimaga? T kvadratga, demak 2 ko'paytirilgan 25 taqsim 2,5 ko'paytirilgan 2,5, ya'ni kvadrat hisobida. Bu bilan bu qisqaradi, 10 bo'ladi, 20 bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsa, demak 8 tezlanishi 8 ga teng ekan. Endi bitta oldingi formulaga 53 ni yechganimizda F qarshiligida, demak P og'irlikka nisbati 1 minus A taqsim J chiqdi. Shunga qo'yamiz endi 1 minus 8 taqsim 10. Bo'lib hisoblaydigan bo'lsam 0,2 degan javob bo'lar ekan. 54 ga to'g'ri javob D variant. 55-savol. Massasi 80 kilogramm bo'lgan parashyutchi o'zgarmas tezlik bilan tushmoqda. Unga ta'sir etayotgan qarshilik kuchini toping. O'zgarmas tezlik bilan tushayotgan bo'lsa, F qarshilik kuchi ma ga, ya'ni mg ga teng bo'ladi. Bu yerda demak 80 ko'paytirish 10. Demak 800 degan javob bo'lar ekan. A variant. Xo'p, 56-savol. Jismning og'irlik kuchi havoning qarshilik kuchiga teng bo'lganda jism 30 metr balandlikdan necha sekundda tushadi? Jismning yerga urilish vaqtidagi tezligi 10 ekan. Demak, savolda aytyaptiki, og'irlik kuchi havoning qarshilik kuchiga teng bo'ladigan bo'lsa, 30 metrdan tushibdi. Ya'ni F qarshilik kuchim teng ekan mg ga.
necha sekundda tushadi deyapti. Xo'p, h barobar j t kvadrat taqsim 2 edi. Ana endi shu yerdan t ni topa oladigan bo'lsam, 2h taqsim j ildiz ostida bo'lar ekan. Lekin savolda boshlanish tezlik deganmi? Xo'p. Yo'q, aytmagan ekan. Ana endi buni hisob-kitob qiladigan bo'lsam, 2 ko'paytirilgan demak 30 taqsim 10. Xo'p, ildiz ostida 6 chiqar ekanman-da javob. Xo'sh, lekin bitta joyda adashib ketamiz. Biz tezlanish bilan harakatlanamiz, lekin unaqa bo'lmaydi. Jismning o'g'irlik kuchi havoning o'rtacha qarshilik kuchiga teng degani uchun, xo'p, F qarshilik kuchi mg ga teng bo'lgandan keyin u tekis harakatlanadi. Ya'ni 30 metr masofani shu 10 metr taqsim sekund tezlik bilan bosib o'tadi. Ya'ni s barobar v ko'paytirish t tezlik bilan bosib o'tadi. Shu yerdan t ni topa oladigan bo'lsam, s taqsim v bo'ladi. 30 ni qo'yaman 10 ga, ya'ni 30 ni 10 ga bo'laman. 3 chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob 56 ga S variantida. 57-savol. Massasi 10⁻6 kg bo'lgan kosmik kema Yerdan tik ko'tarilmoqda. Dvigatelning tortishish kuchi shuncha. Kosmik kema qanday tezlanish bilan ko'tariladi? Ya'ni F tortuvchi kuch mg ni yengadi, plus nima qiladi? M tezlanish beradi unga. Xo'sh, shu yerdan tezlanishni topishim kerak. F tortuvchi kuchdan ayiraman mg ni bo'laman m ga. Xo'p, demak joy-joy qo'yamiz. 2,8 (-7 minus 7 bo'ladi endi. Unga ko'paytirib yuborsam, yana 6 edi, ko'paytirilgan jan hisobida 7 bo'ldi. Ko'paytirgan bo'lamiz 6 ga. Xo'sh, 1,8 (-7 ni bo'lamiz 6 ga. 18 chiqar ekan. 57 ga Y variant. 58-savol. Yuqoriga tik otilgan jismning tezlanishi minus 1,2 g ga teng bo'lsa, jismga ta'sir etayotgan havoning qarshilik kuchining og'irlik kuchiga nisbati qanday bo'ladi deyapti. Demak, hop, F qarshilik kuchi, ya'ni F tortuvchi kuch mg plus m formula bilan topadigan bo'lsak, hammasini ana endi mg ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, F tortuvchi kuchda mg ga nisbatan so'rayapti o'zi bizada. Xo'p, bu 1 bo'ladi plus j a taqsim j bo'ladi. Ana buni hisob-kitob qilamiz. 1 minus bo'ladi, chunki minus 1,2 degan. 1,2 ni xo'p, bo'lamiz 10 ga. Yoki j deb qo'ysak, buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 0,2 chiqar ekan nisbati. Ikkalasi nisbati. Demak, bizga 58 ga to'g'ri javob A variant. 59-savol. Shuncha tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jismning maksimal ko'tarish balandligi 4 ga teng bo'lsa, 4 metrga teng bo'lsa, havoning o'rtacha qarshilik kuchining og'irlik kuchiga nisbati qanday deyapti? Ana shu yerdan A ni topa olaylik birinchi. H barobar V0 kvadrat taqsim 2A edi. Bu formuladan A ni topa oladigan bo'lsam, V0 kvadrat taqsim 2H degan formula bo'ladi. Ana endi hisob-kitob qilib ko'ramiz. Xo'p, 100 taqsim 2 ko'paytirilgan 4. 8 bo'ladi 12,5 ekan tezlanishim. Xo'p. Yuqoriga tik otilgan. Demak, F tortuvchi kuchda, demak P og'irlikka nisbati 1 plus A taqsim J formulani topayotgan edik. Xo'p, ana endi joy-joy qo'yib hisoblaymiz. 1 minus bo'lgan sababi tezlanishda yo'nalishi pastga yo'nalgan. Chunki maksimal ko'tarish balandligi 4 metr deyapti bu yerda. Xo'p, o'shanga qo'yadigan bo'lsam 12,5 ta bo'lamiz 10 ga. Xo'p,
1,25 chiqadi. Ayirib tashlaydigan bo'lsam 0,25 degan javob qolar ekan-da. Demak, nisbati Y javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz 60-savol. Yuqoriga tik o'tirgan 80 kg massali jismning havoning qarshiligi 0,8 newton. Qarshilik kuchi ta'sir etayotgan bo'lsa, jismning tezlanish moduli necha metr taqsim sekund kvadrat deyapti. Xo'p, F qarshilik kuchi mg. Xo'p, plus ma bo'ladi. Xo'p, mana shu yerda ozgina xatolik bo'libdi. Ma, ya'ni yuqoriga shuncha tezlanishni otilayotgan bo'lsa, jism ma tezlanish bilan uchyapti. U nima qilyapti? Pastga harakatlangan F qarshilik yengadi plus mg ni yengadi. Ya'ni ma barobar F qarshilik plus ma mg og'irlikni yengadi. Ana endi shu yerda F qarshilik topib oladigan bo'lsam, ma minus mg bo'lar ekan yoki m ko'paytirilgan a minus j bo'ladi. Xo'p, ana endi hisobkitob qilib joyiga qo'yadigan bo'lsam, F qarshilik kuchi 0,8 ekan. 0,8 barobar. Xo'p, 0,08 ko'paytirilgan a minus 0,8. Bir tomonga 9 deb hisoblaydigan bo'lsam, a barobar 2 ko'paytirilgan 0,8 taqsim 0,08 bo'ladi. Buni oqsarad 10 bo'ladi. A ni topadigan bo'lsam 20 ga kelib chiqar ekan. Demak, 60 ga to'g'ri javob B variant. 61-savol. Massasi 10 tonna bo'lgan raketa dvigatelining tortishish kuchi qanday bo'lganda kosmonavtning vazni yerdagidek bo'ladi deyapti. Havoning qarshilik kuchini hisobga olmang. Ya'ni bu yerdan mg plus F qarshiligim ma ga teng bo'lishi kerak. U lekin xo'p, yerdagidek massaga ega bo'lishi uchun bundan kelib chiqadiki, F qarshilik kuchim mg ga teng bo'lishi kerak. Ana endi, ya'ni F qarshilikdan F tortuvchi kuchi bo'lishi kerak edi. Demak, F tortuvchi kuch shunda mg bo'ladigan bo'lsa, 10 ko'paytirilgan 10⁻³ ko'paytiramiz 9,8 ga. 98 10⁻³ bo'lar ekan. Demak, kilonewtonda so'ragani uchun D variant bo'lar ekan.